Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Quyidagi savolimizda 120 va 300 sonlarning umumiy natural bo'lishgan soni nechta degan savol kelibdi. Hop, birinchi navbatda biz sonlarning umumiy natural bo'lishgan sonini topishda berilgan sonlarga eng ko'p topa olamiz. Ya'ni 120 bilan 300 sonlarga eng ko'p topadigan bo'lsak, eng kichik tub sondan boshlab bo'ladigan bo'lsak, 2 ga bo'lsak 60, 150, 2 ga bo'ladigan bo'lsak 30, 75, ikkalasi 3 ga bo'ladigan bo'lsak 10, 25 va 5 ga bo'ladigan bo'lsak 2 bilan 5 soni hosil bo'ladi. 2 bilan 5 o'zaro tub son bo'lganligi uchun boshqa tub sonlarga bo'lish shart emas. Endi berilgan sonlarimizning e kubi 2 ning kvadrati, 3 ning birinchisi va 5 ning birinchi darajasi hosil bo'ldi. Va endi buni biz natural bo'lgan soniga qo'yib ishlasak bo'ladi. Ya'ni, hop, umumiy natural bo'luvchilar soni bizda 120 bilan hop 300 sonlarniki. Yana shu darajalarga 1 qo'shib ko'paytiramiz. 2 qo'shilgan 1, 1 qo'shilgan 1 va yana 1 qo'shilgan 1. Va yig'indi va ko'paytmani hisoblaydigan bo'lsak, bizning javobimizni 12 soni hosil bo'ladi. Ya'ni 120 bilan 300 sonlarning umumiy natural bo'luvchilar soni 12 ta.